Assalomu alaykum. Men Husniddinov Azizbek Jahongir o'g'li RoboFest musobaqasida qatnashdim. 26-sentyabr kuni bo'lgan RoboFest musobaqasida qatnashdim. Bu musobaqa qiyin bo'lmadi. Men bunda o'quvchilar bilan kurashlar olib bordik robofutbolda. Bu musobaqada RoboFest Autumn 2025 da dron yo'nalishlari, dron, robofutbol, robojang musobaqalari bo'lib o'tdi. Bu jang 26-sentyabr kuni bo'ldi. Bu musobaqada faxrli birinchi o'rinni oldim. Hozirda 8-oktyabr kuni taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Assalomu alaykum. Ismim Xudan Samandar va biz Cyberpark tomonidan tashkillashtirilgan Robo Jang musobaqasida qatnashib 3-o'rinni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldik. Bu musobaqaga biz to'lqin mobaynida tayyorlanib, qo'ldan kelgancha harakat qilib, robot yasashga muvaffaq bo'ldik va yoshi to'g'ri kelmaganligi uchun, 18 ga kirmaganligi uchun akam bilan qatnashib 3-o'rinni qo'lga kiritdik. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Firdavs. Biz 26-sentyabr kuni bo'lib o'tgan RoboJang musobaqasi 3-o'rinni oldik. RoboJang musobaqasi o'zi avvaldan qiziqib kelardi. Bu YouTube internet tarmoqlarida boshqa davlatlarda bo'ladigan janglarni ko'rib qiziqish uyg'ongan bizda bu sohaga. Keyin 26-sentyabr kuni bo'lib o'tadigan jangga biz 3-4 kun mobaynida tayyorlandik va robot yasadik. Robot yasaganimizda buni birinchi chizmalarini, keyin 3D ko'rinishlarini chiqarib olib, keyin temir metaldan yasab buni jangga olib keldik va jangda 3-o'rinni olishga muvaffaq bo'ldik. Assalomu alaykum. Meni ismim Ilhom Jabborov. Men yaqinda bo'lib o'tgan Cyberpark tomonidan o'tkazilgan robotlar jangi musobaqasida qatnashdim. Aynan RoboWars, ya'ni RoboJang yo'nalishida birinchi o'rinni egalladim. Ushbu musobaqada qatnashishdan oldin turli xil robot texnik musobaqalarida ham qatnashganman. Avval robot texnikaga qiziqishim, boshqa yurtlarda bo'lib o'tadigan videoda janglarni ko'rib boshqa qilib robot texnik qiziqishim boshlangan. Shundan keyin asta o'zimni robotimni yasashni o'rganib, yasashni boshladim va ushbu musobaqada ishtirok etdim. Ushbu musobaqa tashkilotchilariga rahmat deyman. Assalomu alaykum. Mening ismim Mirzabek Yusufov. Toshkent axborot texnologiyalar universiteti talabasiman. Hozirda biz taqdirlanish uchun 26-sentyabrda bo'lib o'tgan dron musobaqalarida yuk ko'tarish bo'yicha o'rin olgandik. Hozirda bu bo'yicha taqdirlanish uchun mana shu yerga yetib keldik. Bu sohaga oldindan dron va dron texnologiyalari bo'yicha bu sohada oldindan qiziqish bo'lganligi sababli o'zimiz yasagan dron orqali bu musobaqada ishtirok etdik va faxrli birinchi o'rinni egalladik. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ishtirokchilar, do'stlar, mehmonlar. Hozir RoboFest Autumn 2025 Cyberpark eng muhim qismiga yetib keldik. G'oliblarni taqdirlash marosimiga Cyberpark direktori o'rinbosari Mirzaboyev To'lqin akani sahnaga taklif qilamiz. Birinchi yo'nalish dron yuk tashish yo'nalishi g'oliblarini sahnaga taklif qilamiz. 3-o'rin Abdurashid Qurbonov. Ikkinchi o'rin Usmonov Ahror. G'oliblardan so'rab qolamiz yetib qolmaslikni, oxirida esdalikka rasm tushish uchun. Birinchi o'rin Mirzabek Iriskulov. Ikkinchi yo'nalishimiz RoboJang yo'nalishi g'oliblari. 3-o'rin Sherbotayev Firdavs.
Ikkinchi o'rinimiz Baxtiyorov Mehroj. Va g'olibimiz birinchi o'rin Jabborov Ilhom. Uchinchi yo'nalishimiz FPV dron poygalari g'oliblarini birma-bir aytamiz. Uchinchi o'rin Murodboyev Otajon. Ikkinchi o'rinimiz Safarov Ramzil. Va bu yo'nalishda g'olibimiz Amadboyev Timur. Keyingi yo'nalishimiz kordli aviamodellar janglari g'oliblarini taklif qilamiz. Uchinchi o'rin Mazakbayev Alan. Ikkinchi o'rinimizni sahnaga taklif qilamiz. Komiljonov Azizullo. Bu yo'nalishimizda g'olibimiz, birinchi o'rinimiz Momotov Sergey. Oxirgi yo'nalishimiz Robo futbol yo'nalishi g'oliblarini taklif qilamiz. Uchinchi o'rin Orifjonov Akbarxo'ja va Usmonov Abbos. Ikkinchi o'rinimizni taklif qilamiz. Ergashev Abdulloh va Shukrulloyev Muhammad Amir. Shu yo'nalishimizda g'oliblarimiz, birinchi o'rinimiz Said Muxtorov Said Qahhor va Husniddinov Azbek. G'oliblarni esligi uchun общий rasm bir tushib olsak, qadrli g'oliblarni. Using buff.
barcha g'oliblarni chin dildan tabriklaymiz. Kelgusi muvaffaqiyatlariga va yanada katta natija erishishiga tabriklaymiz.